Assalomu alaykum akalar, men sizlar bilan bir narsani bo'lishmasam bo'lmaydi. Life hackning yomoni. Hozir bizda zo'r voqea bo'ldi. Bu Betonkani, Farg'onani Betonka yo'li. Bitta tezlik ba'zi joyi 100, ba'zi joyi 80, 60 shunaqa. Hozir bizda bitta zo'r voqea bo'ldi. Mana sizlarga hozir video registrator orqali ko'rsataman. Qaranglar, hozir mana radar bor deb ogohlantiryapti. O'zi hamma to'xtashni boshladi. Hozir bitta spichka ham uradi bittasini. Hozir spichka uradi. Urdi. Hop, chap tomonda mana Nexia 3 keladi. Bu Betonkadan bemalol rasmga olsa bo'ladi. Nexia 3. Hop, akalar, men sizlarga nima demoqchiman? Dalniyni yoqib olsa, olinmas ekan radar. Dalniyni yoqib olsa olinmas ekan. Men rasmlarni ham qo'yaman. Men undan so'radim, rasmga oldimi desam, yo'q, dalniyni yonib turgani uchun ko'rmaydi, kamera ko'rmaydi dalniy yonib tursa deb. Xullas, buni kechqurun yo'lda yuraganlarga jo'natib qo'yasizlar.